Bir qishloq bolalari. Abdurahmon Akbar. Nor Xolmatni qo'y dedi. Xolmat Norni dedi kal. Hazil bilan boshlanib ketdi janjal. Ikki o'rtoq, ikki yov olishmoqchi bo'ldilar. Do'pposlashib, mushtlashib, solishmoqchi bo'ldilar. Sinfboshi Bahodir, Botiru Habib Hamdam yovlashsangiz do'stlikdan voz kechamiz desa ham, ikki polvon, pahlavon, ikki o'rtoq kal va qo'y bir-biriga o'qrayib sira berishmasdi bo'y. To'xtang, dedi shu fursat, ish o'rnidan turib dast. Mayli siz baland bo'ling, mayli biz bo'laylik past. Dadamlar derdilarki, ko'z yoshi bo'lar taxir, qahramon bo'lish oson, nomusli bo'lmoq og'ir. Niyozboshi qishlog'ining gulimiz, lolasimiz, unutmanglar biz axir bir qishloq bolasimiz.